Assalomu alaykum. O'zbekistonda o'z yoshiga nisbatan judayam impressive natijaga erishgan bir ajoyib mehmon tayyorlab olib keldik. Aslidan Bazarbayev 17 yoshda, 2009-yil bola, overall 8.5 natijaga erishgan. Men aslidan hozirgi kunda 10-sinfda o'qiyman, bitiryapman va oxirgi o'sha topshirganda IELTSdan 8.5 natijani qo'lga kiritdim. Period bo'ladi, shuncha tayyorlanasiz, har kun dars qilasiz, bundoq qarasangiz hech narsa o'zgarmagandek tuyulaveradi-da. O'sish payti aynan o'sha paytda sodir bo'lyapti deb o'ylayman. O'sha paytni tashlab qo'ymaslik bu juda ham muhim, chunki sizga tuyulaveradi-da, sizga umuman stuck bo'lgandek tuyuladi, lekin aslida natijasi haqiqatan ko'tarilayotgan bo'lishi mumkin. Do not give up halfway. Yarim yo'lda tashlab ketish kerak emas. Ko'pchilikda menimcha bo'ladigan narsa, misol uchun listeningda partonda ikkita savol o'tkazib olsa, bo'ldi, qolgan qismiga urinib ham ko'rmaslik mumkin-da. Siz iloji boricha all in, ya'ni bor budingizni berib harakat qilib ko'rishingiz kerak. Whatever the score. Ya'ni natija qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar degan mindset bilan harakat qilib ko'rishingiz juda ham zarur. Assalomu alaykum. IELTS Zone'ning qadrli va hurmatli obunachilari. Bugun sizni e'tiboringizga O'zbekistonda o'z yoshiga nisbatan juda ham impressive natijaga erishgan bir ajoyib mehmon tayyorlab olib keldik. Yakshanba kuni uyg'otib olib keldik. Aslidan Bazarbayev 17 yoshda, 2009-yil bola, overall 8.5 natijaga erishgan va bugun 8.5 ga erishish sirlari va aynan siz ham nima qilsangiz 8.5 ga osonroq yetishingiz haqida sizlar bilan o'rtoqlashamiz. Assalomu alaykum aslidan. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat vaqtingiz uchun. Taklif uchun rahmat. Ozgina o'zingizni tanishtirib o'ting, iltimos. Aytganingizdek, ismim Asliddin. Hozirgi kunda 10-sinfda o'qiyman, bitiryapman va oxirgi o'sha topshirganda IELTSdan 8.5 natijani qo'lga kiritdim. Ajoyib. Birinchi topshirganimizda manda standart gruppasida o'qigansiz va 7.5 chiqqan. Aslida o'shanda 8 kutgan edim. Ikkinchi topshirganimizda 8.5 kutgan edim, 8 kutib bo'lib qoldi. Lekin 3-safar 8.5 kutilganda 8.5 chiqdi. Xo'p, savollarga o'tamiz. Real examdan oldin mock topshirganingizda shu ball chiqqanmidi? 8.5? Real examda mock topshirganimda 8.5 oldi chiqmagan. 8 chiqqan. Speaking bilan writing qismlari o'sha real examdagiga yaqin bo'lib chiqqan, lekin nimagadir mock exam paytlarida listening readingda unaqa examlarga chiqara olmasdim. Odatda pastroq tushib ketib qoldi. 8.5 ga listening reading ko'p tushib ketib qolardi. O'zi umuman olganda oxirgi paytlar IELTS Zone'dagi rosa ko'p o'quvchilar mockda topshirgandagi olgan ballar bilan real exam bir xil chiqyapti. Chunki bizda writing examiner ishonchli Niner ustozlarimizdan bittasi Abubakr Tolipov va speakingni native speakerlar olishyapti. Juda ko'p yaxshi feedbacklar eshityapmiz, ya'ni imtihondan oldingi mock ball bilan haqiqiy mock ball bir xil chiqayotganiga. IELTS Zone'ga kelganingizda qanaqa darajadan boshlangan? Birinchi pre-intermediate darajadan boshlaganman. O'sha Zohid Xo'janovning guruhlarida o'qiganman. Keyin IELTS darajaga o'tganda o'sha birorta 8.5-9 ustozlarning guruhiga o'tkazsangiz bo'ladi deyishgan edi. Keyin o'sha siz guruhlarga o'tkazgan. General English'dagi Zohidjon ustozimizga rahmat aytib ketamiz. Odatda biz IELTS instruktor sifatida we always take the full credit. Lekin General English'da sizga fundament bergan ustozlar ham bu juda ham muhim. Va bizda shunda General'da ham IELTSni ham o'zimizda o'qib, demak bizni haqiqiy o'zimizni o'quvchimiz 8.5 eshitish. Bu ajoyib natija. Qancha vaqt ketdi shunda? General English'da o'qishimga 4.5 oy vaqt ketgan. Keyin IELTS novice darajaga chiqqanimda orada ozgina kelolmay qolganman. Orada 2 oydan keyin sirasi qaytib kelganman va o'sha payt novice darajada o'qa olmay qolganim uchun keyin mock topshirganda baribir standartga mos kelgan. Keyin o'sha standartlarda o'qib 3 oy, 4 oy davomida birinchi o'sha 7.5 olgandim. Ajoyib. IELTS Zone'ni qayerdan topib olgansiz o'zi? IELTS Zone'da o'zi bizga Integro o'sha Chilonzor metro tarafga borsangda, mana oldingi o'sha maktabda o'qituvchim aytishgan edi. O'sha yerda yaxshi o'quv markazlari bor deyishgan. Kelganimda menga o'sha eng yoqqan nima IELTS Zone nimasi bo'lgan, chunki hamma joyda o'sha posterlar turibdi. IELTS Zone'da o'sha birinchi Bex'dagi o'sha 9 oyga Niner tomonidan ochilgan degan nima juda yoqqan. Keyin mana o'sha bitta yaxshi luck bo'lib qolgan tarafi o'sha kuni yakshanba bo'lgan. Lekin o'shanda ham IELTS Zone administratsiyasi odam bo'lgan va bemalol yakshanba kuni ishlashi imkoni advantagelari ko'p ekan bizda. IELTS Zone baribir is the birthplace of Niners. Va hozirgi kunda O'zbekistonda bu oson emas bu gapni aytish. Eng ko'p Ninerlarni o'z gruppasiga olgan komanda. Birinchi kelganingizda birinchi dars atmosfera qanaqa bo'lgan?
birinchi dars atmosfera judayam qiziq bo'lgan. O'zi men oldin maktabda o'sha oddiyroq kurslarga borganimda, u yoqda faqat grammatika bilan lug'at yodlash, ya'ni judayam bir eski medieval texnikalar bo'lganda, zonga kelganda dars judayam dinamikasi zo'r bo'lgan. Ya'ni bitta listening qilasiz, orqasidan speaking, ya'ni activitylar ketma-ketligi shunaqa zo'r bo'lgan. Ya'ni dars judayam qiziq bo'lgan. Ya'ni 2 soat vaqt qanaqa o'tib ketganini ham rosa bilmaganman. O'shanda men bilganman, ha, to'g'ri joyga kelgan ekanman degan. Ajoyib. Bu hozir bizda Celtadan keyin bu yanayam bu dinamikalar yanayam aktivlashib ketdi. Juda ko'p o'qituvchilarimiz Celta olgan va 2 soat davomida o'qituvchi rostdan ishlaydi. Kelib reading berib qo'y. Bolalar bugun reading qilamiz degan darslar yo'q, orqada qolib ketgan. O'zi umuman olganda keling bundoq olaylik. 7:30 dan 8 ga o'tgan bosqich va 8 dan 8:30 ga o'tgan bosqich o'rtasida vaqt masalasida 7:30 dan 8 ga o'tish uchun qancha vaqt sarflardingiz kuniga? Va 8 dan 8:30 ga o'tganingizda bu kamaydi yoki ko'paydi? Albatta ko'paydi. Chunki 7:30 dan 8 darajaga o'tgunizcha ham asosan sizda listening bilan reading juda katta yordam beradi. Chunki ularni oshirishga speaking bilan writingga solishtirganda ancha kamroq vaqt ketadi. Ular ustida ya'ni tezroq o'sishi mumkin. Va 7:30 dan 8 ga ko'tarilayotgan paytda menda asosiy rol o'ynagan qismi bu reading bilan listening bo'lgan. To'g'ri, speakingga vaqt ajratganman, lekin keyinchalik mana o'sha 8 dan 8:30 ga o'tayotgan paytda asosiy fokus bu writing bilan speaking bo'lgan va writing bilan speakingda ustida 2 barobar ko'p ishlasangiz ham undan 2 barobar kam natija kim kelishi mumkin. Afsuski. Afsuski. Qanaqa qiyinchiliklar bo'ldi? 7:30 dan 8 ga o'tgandagi qiyinchilik 3 ta asosiysi va 8 dan 8:30 ga o'tganda eng asosiy qanaqa qiyinchilikka duch keldingiz? 7:30 dan 8 ga chiqqanda men listening readingda uncha ko'nglim to'lmasdi. Men o'sha 7:30 9 chiqayotgan paytida ham balki mana shu omadi ko'p qolgandir yoki qaysidir qismi o'zi osonroq bo'lsa-chi, real exam unaqa bo'lmasa-chi degan. To'g'ri, bizda o'sha Cambridge materiallar bo'lgan, lekin minus taraf Cambridge material oldin juda ko'p ko'rgan bo'lasiz, qayerda ishlagan bo'lasiz va listening readingda juda bir o'zimda shubha bo'lgan. O'sha qismi juda ko'p qiynalgan va speakingda men Partoda juda qiynalardim. Partoda ana shu qismiga ham juda ko'p vaqt ketgan. 8 dan 8:30 ga chiqishda menimcha eng qiyin tarafi bu writing bo'lgan. Writingda chunki yozasiz, o'qiysiz, bilmaysizda qanaqa darajaga chiqyapti, o'syaptimi, yo'qmi, deyarli shuncha harakatsiz ham o'sish umuman bo'lmayotgandek tuyulaveradi va mana shu tarafi juda ko'p qiynagan. O'zi ko'pchilik o'ylaydi, shunaqa, ya'ni hamma bir xil qiynaladi deb o'ylaydi. Aslida unaqa emas. Har bir progressni, har bir upgrade'ni o'ziga yarasha qiyinchiliklari bo'ladi. 6:30 dan 7 ga o'tish uchun harakat qilayotgan o'quvchilarda qiyinchiliklar sal boshqacharoq. 7 dan 8 ga harakat qilayotganlarda boshqacharoq qiyinchiliklar va eng jiddiy og'ir qiyinchiliklar bu 8 dan 8:30 ga o'tayotgan yoki 8:30 9 ga o'tayotgan kandidatlarda bo'ladi va oramizda shu qaysidir sectionda qiynalayotganlar bo'lsa, keling biz sizga qaysidir ma'noda atigi 7,5 million so'mga 8,5 sotib olib beramiz desam g'alati bo'ladi. U 7,5 million so'm deganda 3 marta imtihon topshirish puli. Ya'ni 2,5 milliondan bo'lganda 7,5 million so'm atrofiga 8,5. Biz 3 ta qadamda noldan, ya'ni umuman IELTS yo'q bo'lgan rezultatdan birinchi rezultat ham 7,5 ajoyib chiqqan. Bu hazil emas. Salkam 8, ikkinchisi 8, uchinchisi 8,5 natija qo'lga kiritdik. Aslida rezultat chiqqanda, 8,5 chiqqandagi ota-onangiz, oila a'zolaringizning reaksiyalari qanaqa bo'ldi? Juda ham yaxshi bo'ldi. Birinchi o'zi oyimlarga telefon qildim. Shu 8,5 chiqibdi deyishdi. Juda ham xursand bo'lishdi, chunki o'zi bilishardi oldingi attemptda men 8,5 olaman deb kirganimni va mana olarkansan, o'sha sabr qilsang o'sha kun ham keladi degan reaksiya bo'ldi. Lekin opamlarga tashladim. Opam rosa xursand, Instagram storylar qo'yib, hamma o'zi mendan ko'ra opam xursand bo'ldi shekilli. Uydagilar reaksiyasi juda yaxshi, pozitiv bo'ldi. Odatda ota-ona uchun bunaqa katta rezultatlar bu natijaga erishganlar biladi. Erishdi degandan ham ko'ra ko'proq nihoyat bo'ldi, tugadi deb kutishadi. Bolam 8,5 oldi yoki oldim, ya'ni surprise emas. Ko'proq ota-ona uchun farzandni erishgan yutug'i bo'ldi, oldi, orqada qoldi, ya'ni yengil tortishadi. Chunki ota-ona farzandiga doim ishonadi 8,5 natijalar olishini.
Bir fun fact aytaman. Men o'zim birinchi 8,5 olganimda va bir 7tami 8tami 8,5 chiqqan 9 olgunimcha. 8,5 olganimda meni hech kim tabriklamagan nimagadir. Uydagilar tabriklashmagan ham. My mom never congratulated me on 8.5 chunki she expected me to have overall 9 va bu videoni sizni ota-onangiz ko'rishayotgan bo'lsa, sizlardan iltimos qilaman, farzandinglarni endi yana 8,5 olsa tabriklamaslikni. 9 ga push qilishimiz kerak va omadim kelib, men bu karyeradan keyingi etapga o'tgunimcha agar menda Niner students chiqadigan bo'lsa, I do hope you will definitely be in the list of my Niner students. Xo'p, oxirgi va muhim savollardan bittasi shunaqa progresslar qilishda 7 dan 8 ga, 8 dan 8,5 ga o'tishda ota-onani o'rni qanchalik muhim? Ota-onani o'rni, menimcha, bu o'quvchidagi disiplinaga juda ham katta ta'siri bor. Chunki oilada agar o'qishga juda ham yaxshi e'tibor beriladigan bo'lsa, ota-ona o'quvchini, ya'ni bolani push qiladigan bo'lsa, bu bola keyinchalik o'sha 7 o'sha IELTSga tayyorlanayotgan paytda disiplinaga katta ehtimol muammo bo'lmaydi. Chunki ularga o'sha second nature bo'lib qolganda, doimiy shunaqa bo'lib kelgan va undan keyin ham shunaqa bo'ladi. Va undan keyingi nimasi, o'zimning experience'imni aytadigan bo'lsam, o'sha 7,5 chiqqanda boshlaganda ota-ona mayli bu safar bo'lmasa keyingi safar bo'ladi-da, yana qayta topshirishga, yana qayta urinib ko'rishga push qilishi juda ham muhim. Chunki o'zi 9 olganlar orasida ham ko'pchiliklar qayta topshirib ko'rishgan. Va mana shu narsaga ota-ona undashi, ota-ona bolani push qilishi juda ham muhim deb o'ylayman. Albatta. Va bu videoni ota-onangizga jo'natib qo'ying. Aynan shu joyini ko'rishlarini maslahat berardim. Biz necha yillik instruktor sifatida va deyarli hamma rezultatni olgan o'quvchilarimiz bor sifatida ota-onalardan iltimos qilardik. Iltimos, farzandingizga ortiqcha nagruzka, ya'ni bosim bermaslikka harakat qiling. Oson emas. 8,5 ga chiqqan, bu degani ota-onasi aslida niqob olib aytganda olib borib olib kelgani uchun emas, support qilishgan, vaqti kelganda sabr qilishgan. Chunki biz 8 kutganimizda 7,5 chiqib qolgan kunlar ham bo'lgan. O'sha nuqtalarda ham aslida ota-onalar hech bir "Yo, bo'ldi, sen odam bo'lmas ekansan" deb give up qilishmagan. Yana bitta imkon berishgan. Farzandingiz o'qiyotgan bo'lsa, men sizdan iltimos qilardim. Iltimos, ozgina sabr qiling. To'g'ri, qiyin, hozirgi zamonda pul topish o'zi bo'lmayapti va farzandingizga har oy 1 milliondan sarflash bu qiyin. Lekin siz bitta narsani tushuning, masalan, meni o'zimni farzandim IELTS o'qiyotgan bo'lganda, men overall 6 olib, tasavvur qilaylik, meni farzandim 6 dan o'tmasligini bildim. Lekin baribir men o'qitardim, chunki bola eng kamida bekorchi ishlar bilan shug'ullanayotgani yo'q. Aslida hozir 17 yoshida ko'chada chekib yurgan bo'lishi mumkin edi. Ko'chada bo'lgan ishlar bilan shug'ullanib, bekorchi ishlar qilib yurgan bo'lishi mumkin edi. Lekin hozir O'zbekistonda taxminan tasavvur qilaylik 5 million yoki 6 million 17 yoshli farzandlar bo'lsa, 17, ya'ni 5 millionni ichida aslida hozir top 5% ni ichiga kiradigan natijaga chiqdi va bunda ota-onaning o'rni juda ham katta. Chunki biz tajribamizdan kelib chiqib rosa ko'p farzandlarni singanini ko'ramiz. Aslida 8-8,5 oladigan bolalar ko'p, faqat uydagilari mana bitta topshirib ko'rgandan keyin yoki 3 oy o'qish kerak bo'lgan kursni 4 oy o'qib qo'ysa, minnat qilib, men senga pul sarflayapman deyishni boshlashadi. Iltimos qilardim, siz yagona ota-ona emassiz farzandingizga investitsiya qilayotgani va Xudo ko'rsatmasin, agar farzandingiz bekorchi yoki bo'lmasam bir qayoqdagi noqonuniy ishlarga aralashib qolsa, afsuslanasiz. Shuning uchun farzandingiz o'qiyaptimi, kursga boryaptimi, mayli 7,5 olmas, mayli 8 olmas, lekin niyat qilamiz aslında. Lekin maksimal darajada uni qo'llab-quvvatlasangiz, eng kamida farzandingiz bekorchi ishlar bilan shug'ullanmasdan, ya'ni savodli inson bo'lishga harakat qilayotgan bo'ladi. Xo'p, aslida biz intervyuning ikkinchi sektioniga o'tamiz. Blitz savollar, qisqa javoblar bilan o'tamiz. Bu asosan auditoriyamiz uchun foydasi tegadigan savollar va savollarga ham aslida ham sizlardan ham javob kutib qolaman. Shu savollar qaysidir savolingizga javob bergingiz kelsa bering, biz keyingi intervyularimizda aynan sizni fikringizni inobatga olgan holda intervyu tayyorlashga harakat qilamiz. Birinchisi, IELTS to'rtta section: listening, reading, writing, speaking. Siz uchun eng qiyin section qaysi? Speaking chunki spontaneous, ya'ni kutilmagan savollarga perspektiva bo'lmasa qiynalib ketadi. Okay. Eng yoqimli section qaysi? Reading ko'pchilik listeningdan qiyinroq deydi, lekin menda doim teskarisi bo'lgan. Reading tushunish ancha osonroq, listeningda konsentratsiya bilan muammo bo'lsa, baribir ko'p qiynalgan paytlar bo'lgan, o'sha uchun reading. Mana shu gapni
man Bezdagidan eshitganman, Bekzod Mirahmedovdan. Man birinchi eshitganda qoyil qolganman. Ya'ni hayron qolganman. Qanaqa qilib listening eng qiyin? Ko'pchilik o'ylaydi, writing eng qiyin, communication speaking, lekin aslida tan olib qaraganda eng og'ir section bu listening. Chunki readingda ozgina konsentratsiyangiz yo'qolsa, yana qaytib suv ichib o'zingizga kelib qayta o'qishingiz mumkin. Lekin listeningda poyezd bir marta o'tib ketdimi, bo'ldi, u qaytib kelmaydi. Va ninerlar orasida men o'zim gaplashganimda ham eng og'ir section bu listening, chunki your concentration has to be, 100% on the listening all the time. 1 sekund o'tkazib yuborsangiz ham o'sha ketdi. Siz nima deb o'ylaysiz? Listening qiyinmi, writing qiyinroqmi? Qaysi section siz uchun qiyinroq? Keyingisi, ya'ni ustozingizni, ya'ni meni qaysi odatlarim, dars davomidagi qaysi odatlarim ko'proq yoqardi? Hmm. Dars davomida menga eng yoqqan qismlardan biri bu writing bo'lgan. Writingda judayam darslar, ya'ni o'tadigan metodikalar hammasi judayam oldindan planlashtirilgan va menga eng yoqqan qismlardan biri bu darsga kelayotganda dars bilan doim tayyor bo'ladi-da. Misol uchun ustozni farqini doim bilsa bo'ladi. Agar yaxshi ustoz bo'lsa, dars boshlangandan keyin nima bo'lishi aniq bo'ladi. Ya'ni bu mashq qilish, orqasidan bunisi bo'ladi. Bunisidan keyin bunisi. Sizda prezentatsiyalar har doim o'sha tayyor bo'lganda o'sha juda ham darsni flowi bilinmasdan o'tib ketadi va mana shu menimcha darsni sifatiga judayam katta hisob-kitobga Organization. Rahmat. Va mana hozir IELTS zonga biz aslida o'z jamoamizga olishni astoydil harakat qilyapmiz, chunki IELTS zon tarbiyalanuvchisi va hamma rezultatni o'zimizda olgan, o'zimizni tarbiyalanuvchimiz va o'qituvchi bo'lib ketganingizda ham men umid qilaman, shu bizdagi yaxshi xislatlarni davom ettirishni, yomon xislatlarimizni esa yaxshilashingizni tilab qolamiz. Keyingi savol, IELTS journey, butun boshli shu IELTS hayotingizni bitta so'z bilan tasvirlashga to'g'ri kelganda qaysi so'zdan foydalanardingiz? O'zgarish. Menimcha IELTSni o'rganish, ya'ni mana shu o'rganishni boshlagan oldingi period bilan hozirgini solishtiradigan bo'lsa, bu judayam katta o'zgarishlar bo'lgan bu. Mana o'zimning shaxsiy fikrlashlarimda, hayotimda juda ko'p narsada butun boshli transformation bo'lgan va ana shu menimcha eng yaxshi so'z bo'lardi. Ajoyib. Transformation demak. Transformation. Ajoyib. Yana o'sha mavzuga qaytamiz. IELTS o'qiyotgan o'quvchilar hozirgi kundagi eng savodli auditoriyalardan bittasi va siz ham agar IELTS o'qiyotgan bo'lsangiz, men tabriklayman. Chunki hayotda men shu yoshga kirib, har xil insonlar bilan gaplashib ko'rdim va ba'zi insonlar bilan afsuski 5 minut gaplashib bo'lmaydi. 5 minutga bormasdan siz zerikasiz yoki ensangiz yoki bo'lmagan mavzularni ko'tarishni boshlashadi. Lekin IELTS o'quvchilar bilan gaplashganingizda ularni environmentdan xabari bor, ularni politicsdan xabari bor, ularni spacedan, artificial intelligencedan xabarlari bor. Chunki artikellar o'qishadi, xohlaymizmi yo'qmi? Agar siz ham shunaqa insonlar kategoriyasida bo'lsangiz, tabriklayman. Baloyingizni ziyoda qilsin va siz bilan ham keyingi intervyuda meni ro'paramda 8,5 olgan kandidat sifatida sizni o'tirishingizni xohlardik. IELTS zondagi keyingi savol, IELTS zonda eng yoqqan narsa IELTS zon haqida. IELTS zon haqida menga eng yoqqan nima bu darslarni sifati bo'lishi kerak. Chunki men o'zim boshqa joylarda ko'rganman. IELTS zondaqa darsni sifati menimcha boshqa joyda topish deyarli imkoni yo'q. Chunki IELTS zonda adashmasam o'sha o'qituvchilarga har bitta guruh ochilgandan keyin o'quvchiga juda katta mas'uliyat yuklanadi. Men o'zim misol uchun eng yaqin do'stim boshqa o'quv markazida o'qigan. O'qituvchisi yillardan beri, lekin men o'sha o'rtog'im birinchi 7+ olgan o'quvchi. IELTS zonda unaqa emas. IELTS zonda har bitta ustozdan qanaqa natija chiqyapti, ya'ni kutuvlar, ya'ni boyagi sailing bo'ladi, kutuvlar bo'ladi va mana shu menimcha eng muhim qismi va darslarda haqiqiy sifatiga ta'sir o'tkazgan qismi shu bo'lsa kerak. Bu to'g'ri narsa. Boshqa joylar xafa bo'lmasin, lekin birinchi o'rinda IELTS zonda ninerlar dominant o'qituvchi sifatida dars beradi, lekin u niner ekan deb turib tinch qo'yib qo'yishmaydi. Rating, natijalar, o'quvchi nechta olyapti va olganda ham on average nechta olyapti. Masalan, 7 oldi, xo'p emas, lekin nechta o'quvchidan nechtasi 7 oldi degan rating juda og'ir. IELTS zonda ishlashning ham o'ziga yarasha yaxshi yomon taraflari bor va biz uchun og'ir, lekin o'quvchilar uchun yaxshi xislati bu. Biz niner bo'lganimiz bilan darslar juda ham qattiq nazoratda, ayniqsa natijalar masalasida.
Ishonib kelsangiz, siz ham bizni o'sha successful 7,5 olgan natijalarga ega bo'lgan o'quvchilarimiz qatoriga qo'shilasiz degan umiddamiz. Keyingi savolga o'tamiz. Eng ko'p yordam bergan habit. Bu artikel o'qish. Men deyarli har kuni artikel o'qirdim va Aha. mana shu juda katta foyda bo'lgan. Okay. Nima xislatingiz IELTSdan yuqori ball olib bo'lmaydi deb o'ylaysiz? Qaysi xislatsiz? Bu menimcha critical thinkingsiz. Chunki readingga ham, listeningda ham boyagi savollarga javob berish qismiga bu Mhm. odam ko'pchilik misol uchun matnni tushunsa ham javoblari qiynaladi. Mana shu xislatni kamligi, ya'ni javobni yaxshilab tushunish menimcha ko'pchilik yetishmaydi. Shu Mhm. menimcha eng muhim bo'lsa kerak. 8,5 olish sizga IELTSdan boshqa yana qaysi jabhada yordam berdi? 8,5 bu kelajak universitetlarga topshirishga Xudo xohlasa juda katta yordam beradi va ma'lum bir muddatda mana shu part time job sifatida ishlatishimga ham Xudo xohlasa katta yordam bersa kerak. Mhm. Ajoyib. Ekzaminerni o'rni muhimmi, muhim emasmi speakingdan baland ball olishda? Ekzaminer o'rni juda ham muhim. Chunki o'sha o'zimni oldingi birinchi va ikkinchi attemptim orasida birinchisiga men speaking umuman tayyorlanmaganman. Shunda kirib ketganman va o'shanda ham 7 chiqqan speaking va ikkinchisida men writingdan ko'ra ko'proq speakingga juda katta asosiy urg'u berganman, lekin shunda ham unisida ham yana 7 chiqqan. Ekzaminer o'rni juda muhim bo'lsa Aha. kerak. Writingdan 8 olishingiz uchun eng ko'p yordam bergan bitta habit. Bu essaylarni analiz qilish. Mhm. Juda ko'pchilik aytadi, ko'proq yozish kerak. To'g'ri, bu ham juda yordam beradi. Men ham yozdim qo'ldan kelgancha, lekin menimcha eng katta yordam bergan narsa bu o'sha task2ga sample essaylarni ko'proq o'qish va bu ichidagi strukturalari o'ziga singib ketadi. Ideya bank juda ham kengayib boradi. Mhm. IELTS readingda 3 ta section bor, passage. Qaysi passage eng qiyini siz uchun? Passage eng qiyini bo'ladi. Chunki ichidagi yes and given savollari ayniqsa Aha. va multiple choice'lar odatdagidan ancha qiyinroq bo'ladi boshqa passage'lar solishtirganda. Mhm. Ajoyib. Xo'p, birinchi savollarimizni yakuniga yetdik. Endi aynan imtihonda siz aynan shu natijalarni olishingizga yordam bergan life hacks yoki texniks haqida gaplashamiz. Reading 9 chiqqan, bu ajoyib. Nimalar yordam berdi deb o'ylaysiz? Eng asosiy faktorlar. Readingni 9ga olib chiqish uchun menimcha eng birinchi faktor bu ko'proq lug'at yodlash. Ko'pchilik aytadi, unaqa texnika bor yoki kontekstdan topolsa bo'ladi. Yo'q, bular menimcha ko'proq lug'at yodlashsiz readingni bunaqa darajaga olib chiqish deyarli imkonsiz. Chunki o'sha kontekstdan topa oladigan bo'lsangiz, o'sha kontekstdagi so'zlarni ham bilishingiz kerak-da kamida. Va readingni oshirish uchun asosiy maslahatim internetdagi o'sha unaqa texnikalarga uchmasdan asosan ko'proq lug'at yodlashga e'tibor berishinglarni tavsiya qilardim. Ajoyib. Vocabulary uchun eng ko'p yordam bergan qaysi kitobdan foydalandingiz? Bu Essential 5 va 6 kitoblardan juda ko'p foydalanganman va hammaga tavsiya beraman. Juda ham oson, ya'ni kundalik ravishda bitta-bittadan unit yodlagan taqdiringizda ham 2 oyda juda ham katta o'sish bo'ladi. Va mana shu readingdan tashqari listening ham umuman sizni ingliz tili bilish darajangizni oshirishga juda ham katta yordam beradi. Listening 9 bu aytganimdek og'ir. Nimalar qildingiz listeningni shu darajaga olib chiqish uchun? Listeningni oshirish uchun birinchi o'rinda birorta akademik narsa eshitish kerak. YouTube'da qidirib ko'rsangiz In a Nutshell degan kanal bor. O'sha IELTS'da Part 3 va Part 4 ga o'xshagan ko'plab videolar chiqarishadi. O'shalardan foydalansangiz bo'ladi va undan tashqari hozir juda ham ommalashgan o'sha Thematic Listening kitobidan foydalansangiz bo'ladi. Nega? Chunki o'sha Thematic Listening kitobida faqat multiple choice ishlasangiz yoki faqat matching savollarni ishlasangiz, ora-orada o'sha pattern recognition, ya'ni ketma-ketliklar payqashni boshlaysiz va bu juda ham listening oshirishga katta yordam beradi. Ajoyib. Xo'p, speaking. Ko'ngildagi natija 8 bo'lardi. Nimagadir 7,5 chiqib qoldi. Aslida 8 kutgan edik. Speaking 8 bo'lish uchun, aytaylik 8 tasavvur qilaylik, nima habitlar eng muhim kandidatlar uchun? Masalan, tasavvur qiling, bizda 7 da qotib qolgan auditoriya bor. 7,5 ga chiqish uchun, 8 ga qilish uchun nimalar qilishimiz kerak? Menimcha birinchi o'rinda bu iloji boricha IELTS'dagi common bo'lgan topiklarga tayyorlanib chiqish. Chunki ko'pchilik aytadi, "Yo, ideya muhim emas yoki u muhim emas, language bo'lsa bo'ldi." Lekin agar sizda misol uchun Part 3 da abstract mavzularda yetarlicha ideya bank bo'lmaydigan bo'lsa, katta ehtimol bilan qiynalasiz. To'g'ri, lekin shu vaqtni o'zida siz
unfamiliar, ya'ni kutilmagan topiklarda ham o'zingizda o'sha fluency va baland ingliz tili darajasini ushlab turishga harakat qilishingiz kerak. Buning uchun siz kundalik ravishda ingliz tilidan foydalanishingiz kerak. Ya'ni do'stlaringiz bilan gaplashish bo'lishi mumkin yoki kundalik ravishda siz IELTS topiklar olib turib, shunchaki o'zingiz gapirishga harakat qilib ko'rishingiz ham juda katta yordam beradi. Va oxirgi sectionga to'xtalyapmiz, writing. 6,5 olgansiz menimcha birinchisida. 6,5dan ikkinchisi 7,5midi? 6,5dan 7,5ga o'tish uchun writingda bizda chunki ko'pchilik 6,5da qolgan o'quvchilar bor yoki 7,5dan 8ga o'tish uchun yordam beradigan eng muhim, agar siz bilgan hamma taktikalarni ichidan eng zo'r 3tasini tanlab olmoqchi bo'lsak, qaysi 3tasi eng zo'r bo'lar? Birinchi o'rinda task 2 ga ko'proq e'tibor berish. Task 2 o'z-o'zidan juda katta ball carry qiladi va task 2 ni oshirish uchun birinchi qilishingiz kerak bo'lgan narsa bu o'sha 9lik darajadagi sample essaylarni ko'proq o'qib analiz qilishingiz kerak va nafaqat ichida language'larni tushunish uchun va language'da o'sha ideyani qanaqa yetkazib beryapti, o'shalarni o'rganishingiz juda ham zarur bo'ladi. Va undan keyin qilishingiz kerak bo'lsa, xuddi shu narsani task 1 ga qilasiz. Task 1 da o'sha sample reportlarni analiz qilishingiz va undan tashqari hozirgi kunda bizda o'sha AI mavjud. ChatGPT dan foydalanishingiz shart. Yozgan essaylaringizni aynan grammar va lug'at qismini GPT bilan analiz qilib ko'rishingiz juda ham yordam beradi. Albatta. O'qituvchini baribir sizni grammatikangiz va vocabularingizni tekshirishga doim ham yetarlicha vaqt bo'lmasligi mumkin. Instruktorlar asosan essayni organizationi, styliga qarashadi va grammar uchun ChatGPT dan foydalanish bu обязательно. It's important, it's a big must. Imtihon jarayoni haqida gaplashaylik. Men ko'p aytaman, imtihon kuni bilim 2-darajaga tushib qoladi. Chunki just because of stress you might fail to get a decent band score. Imtihon jarayonida hayajonlansa nimalar qilish kerak? 3 marta topshirdingiz. Albatta hayajon bo'lgan, hozirgacha ham bo'ladi. Men topshirsam menda ham hayajon bo'ladi. Siz nima qilasiz hayajonlarni yengish yoki xotirjamlikni saqlash uchun? Imtihon kuni o'sha hayajonni yo'qotib, sal performansni yana o'sha baland darajaga chiqarib olish uchun va maslahat berardim, birorta kofeinli nimadir iste'mol qilishda, xoh bu bo'lsin kofe yoki birorta energetiklardan foydalanish. Ko'pchilik aytadi, "Yo'q, zarar yo'q." Imtihon kuni sizda o'sha o'zi kofein agar iste'mol qiladigan bo'lsangiz, sizda o'sha fokus darajasi to'g'ridan-to'g'ri ko'tariladi va bu o'z o'rnida juda ham katta yordam beradi. Va eng muhim qismi menimcha qo'ldan kelgancha harakat qilaman. Mayli, okay, nimadir bo'lgan taqdirda ham ko'pchilikda menimcha bo'ladigan narsa, misol uchun listeningda part 1da 2ta savol o'tkazib yuborsa, bo'ldi, qolgan qismiga urinib ham ko'rmaslik mumkin-da. Ya'ni siz iloji boricha all in, ya'ni bor budingizni berib harakat qilib ko'rishingiz kerak. Whatever the score, ya'ni natija qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar degan mindset bilan harakat qilib ko'rishingiz juda ham zarur bo'ladi. Va ayniqsa writing qismida task 2 dan boshlaysizmi yo task 1 dan boshlaysizmi, iloji boricha qarashingiz kerak. Misol uchun task 2 ga o'tdingiz, ideya kelmayapti. Birinchi task 1 dan boshlang. Task 1 ni avval overall yozdingiz, endi bodiga qanaqa organize qilishni ozgina o'ylanishga ko'p vaqt ketayotganmiz. Sraz yana task 2 ga o'tib yozishga harakat qilib ketish kerak. Ya'ni flexible bo'lish kerak. Ya'ni bitta joyda stuck bo'lib turib, o'ylanib turishingiz. Xuddi shu narsa readingda ham. Misol uchun bitta multiple choice javobini o'ylanib turib qolaverish kerak emas. O'tib ketish kerak. Undan ko'ra boshqa savollarga ko'proq vaqt ajratish juda ham zarur bo'ladi. To'g'ri. Bitta savolni javobini topaman deb 5-6 minut yo'qotgandan, u yoqdagi boshqa 3-4 savolni javobini topgan yaxshiroq. Va writingda ham o'rtoqlar qoida yo'q. Ya'ni task 1 ni tugatib keyin task 2 yoz degan yoki task 2 ni tugatib keyin task 1 yoz degan. You can switch between the two depending on how ready you are, okay, to express your ideas. Va shunaqa va imtihon kuni xotirjamlik masalasida aynan shu mavzuda manaman degan instruktorlar ham qiynaladi. Biz readingni o'rgatamiz, lekin imtihon kungi xotirjamlik bu boshqa mavzu. Hammada har xil experience bor va sizda qanaqa ishlaydi, ya'ni siz nimalar qilgan bo'lardingiz imtihon kuni xotirjamlikni saqlash uchun. Men aynan shu videoni tagidagi aynan shu savol javoblarga berilgan kommentarlarni o'qib chiqib javob berishga harakat qilaman. Iltimos, o'z tajribangizdan kelib chiqib boshqalarga manfaatli bo'lish uchun eng foydali, ya'ni xotirjamlikni saqlashga yordam beradigan taktikalaringiz bo'lsa share qiling in the comment section down below. That would be appreciated. Hop, asldan keyingi sectionga o'tamiz. Bir dona muhim, hamma uchun foydali savol beraman.
IELTS 8,5 olish uchun bilim muhim. Buni hammamiz bilamiz. Skill kerak, vocabulary. Lekin bilimdan tashqari tashqi omillar, qanaqa omillar juda ham muhim hisoblanadi 8,5 ga yetib olish uchun? 8,5 ga umuman IELTSdan yuqori natija qayd qilishingiz uchun men hammaga maslahat berardim. O'qituvchini ehtiyot qilib tanlashingiz zarur. To'g'ri, hamma aybni o'qituvchiga to'nkash kerak emas. Uni judayam ko'p yaxshi o'qishga qiziqishi bor bolalar agar o'qituvchi darsda o'sha qiziqtirib o'tolmasa, qiynalgan paytlari ko'p bo'lgan va yaxshi o'qituvchini yana bitta plyus tarafi bu sizda inspiration, ya'ni ichingizda olov yoqa oladigan bo'ladi. Ya'ni misol uchun manga 6,5 6 ham bo'laveradi, universitetga kirishimga bo'ldi degan narsa ham to'g'ri, bu ham mavjud, lekin sizda haqiqatdan ham o'sha baland darajaga chiqishingiz uchun sizda o'qituvchi haqiqatdan push qiladigan, sizga motivatsiya bera oladigan o'qituvchi bo'lishi kerak va mana shu qismiga juda ham qattiq e'tibor berish kerak. Chunki juda ko'pchilik o'sha keyinchalik 5,5-6 daraja stak bo'lishining sababi General Englishdan boshlagan bo'ladi. Men misol uchun shu General Englishda yaxshi joyda, yaxshi ustozda ta'lim olganimni juda ham muhim deb bilaman. Chunki keyinchalik menda IELTS darajam o'sha tez ko'tarilib ketishiga General Englishda qo'yilgan fundamentda juda ham o'rni katta bo'lgan va mana shu menimcha external faktorlardan eng muhimlaridan biri. Fundament agar noto'g'ri qo'yilsa, the whole building is going to collapse. To'g'ri. Keyingi eng muhim faktor nima? Bilimdan tashqari. Keyingi eng muhim faktor menimcha o'sha bu stress management. Lekin bu kimlarga natural keladi va kimlarga unaqa bo'lmasligi. Misol uchun men exam kunida doim qaltirash bo'ladi. Misol uchun dars payti o'sha imtihon paytida oyog'im qaltirabdi, ayniqsa listening paytida bitta o'tkazaversam dabdala bo'ladi turib shu fikr bilan va ba'zilar menimcha mana shu stressni o'zini qo'lga ola oladi. Ba'zilar o'sha stressga qo'shib ag'anab ketib qolish xavfi bor. Endi buni qanaqa qilib turib yaxshilasa bo'ladi degan bo'lsa, menimcha bu ko'proq praktis qilish kerak. Chunki o'sha praktis paytida ham sizda o'sha yoki mock topshirish kerak. O'shanda stress bosim sizda doimiy bo'lib turib, ancha moslashib ketasiz va undan ham tashqari menimcha eng muhimlardan bittasi bu smartfonda iloji boricha chekka olib qo'yishga harakat qilish kerak. Buning uchun juda ham yaxshi bir texnikalar bor. Screen lock degan priложение bor adashmasam, o'shandan foydalansangiz bo'ladi. Ya'ni u appni install qilganingizdan keyin uni udalib tashlay olmaysiz. Agar parolni boshqa odam qo'yib turasiz va o'sha parolsiz uni udalib ham tashlay olmaysiz boyagi applarga kirishga ham уже qaytib access ochilmaydi. Chunki ko'pchilik bilaman, Instagram udalib tashlaydi, bo'ldi, ertadan qayta o'qiyman deydi. Keyin ertasi kuni darsni ochishga endi boshlagan payti yana Instagram qayta sketchat qilib yana boshlab ketishaveradi. Va mana shuni oldini olish uchun siz external yordam, ya'ni birorta tanishingizda mana shunga parol qo'yib qo'yasan yoki mana shu priложениeni o'rnataman degan narsadan foydalanish zarur deb o'ylayman. Screen lock. Ajoyib. Xo'p, endi 8,5 oldingiz. 9 olish niyatingiz bor deb umid qilaman. Endi nima qilishim kerak deb o'ylaysiz? 8,5 dan 9 ga o'tish uchun. 8,5 dan 9 ga o'tish uchun aytganimdek eng birinchi boya aytganimiz fundament bu, ya'ni to'g'ri o'qituvchiga borish. Chunki agar siz o'sha bu yo'ldan oldin bosib o'tgan odam oldiga boradigan bo'lsangiz, ular nima qilishini aniq biladida va siz nima qilish kerakligini qidirib vaqt yo'qotmaysiz. Bu juda ham katta yordam beradi va o'sha o'qituvchilar yordamida bu qisman asosan speakingga ko'proq ishlashim kerak deb o'ylayman. Speakingda ko'tarib keyinchalik writingni ham o'sha 8,5 qilib overall 9 ga shansimiz bo'ladi deb o'ylayman. 9 olganingizda ham shunaqa intervyular olish nasib qilsin birga bizni komandamiz bilan. Xo'p, rahmat Asliddin, savollarga ajoyib javoblar bo'ldi. 8,5 oldingiz, intervyu uchun kattakon rahmat. Kimlar uchun qanaqa tashakkur yoki maslahatlaringiz bor? Birinchi o'rinda shu ustozlarimga rahmat deyman. Chunki mana shu paytgacha push qilib turib, ya'ni yo'l boshlagan ustozlarimni bunda o'rni juda ham katta deb o'ylayman. Ya'ni IELTS zonda ayniqsa o'sha 9 olgan ustozlar juda ham ko'pligi va 8+ natijalar ancha odatiy holligi bu sizga qanaqadir push bo'ladi va mana shu bizda mindsetni o'rnatishga yordam bergan IELTS zonga va o'qituvchilarimizga juda ham katta rahmat aytaman. Va undan tashqari albatta ota-onamga, oilamga juda ham katta rahmat aytaman. Ular ham doimiy ravishda push qilib turishdi. Ayniqsa opam, nimaga olmaysan, nimaga o'sha balandroq ballga harakat qilmaysan deb turib, doimiy ravishda meni qo'llab-quvvatlab turganlari uchun rahmat aytaman.
IELTS zonda 8,5 olaman deb hozir bizni qo'limizda tayyorlanayotgan juda ko'p o'quvchilar bor. Hozir o'sha bu 3-chi 8,5 bu yil hisobida 4-inchisi ham qo'limizda turibdi. 8,5 ga yaqinlashib qolgan o'quvchilar uchun 2 dona maslahat bering. Hop. Writing qismi uchun asosan task 2 ga e'tibor qaratinglar. Task 2 judayam ancha ko'proq weight oladi va speakingda ham asosan o'sha ko'proq mavzularga tayyorlanib turishni maslahat beraman va undan ham tashqari do not give up halfway. Yarim yo'lda tashlab ketish kerak emas. Chunki bu mana shu period bo'ladi. Shuncha tayyorlanasiz, har kun dars qilasiz, bundoq qarasangiz hech narsa o'zgarmagandek tuyulaveradi-da. O'sish payti aynan o'sha paytda sodir bo'lyapti deb o'ylayman. O'sha payti tashlab qo'ymaslik bu judayam muhim. Chunki sizga tuyulaveradi-da, misol uchun sizga umuman stuck bo'lgandek tuyular, lekin aslida natijasi haqiqatan ko'tarilayotgan bo'lishi mumkin. Va o'sha eng muhim qismlardan biri deb o'ylayman. Ajoyib. Rahmat. Aslida siz bizni komandamizga IELTS zonga juda ham katta sovg'alardan birini berdingiz, chunki 2026-yil sezon boshlangandan beri 3 ta 8,5 chiqarishga ulgurdik va 3-inchisi sizdan, butun IELTS zon jamoasi nomidan va Bekzod aka bizni ustozimiz sifatida 7,5 lik natijalarni bilmay qolishlari mumkin, lekin 8,5 chiqsa, o'zlari shaxsan surishtirib, kim nima bola, biz olib qolamizmi, yana rivojlantiraylik, 9 olib bersak bo'ladimi deb e'tiboringizga tushadi. Ya'ni sizni ismingiz o'sha yetib borgan va shu ma'noda sizga Bekzod Mirahmedov nomidan va IELTS zon komandasi nomidan ota-onangizga, bizga ishonishgani uchun va mehnat qilib ter to'kib topgan pullarini berib o'qitishgani uchun bu ajoyib tashakkurnomani beramiz va sumkamizda arzimagan siz uchun sovg'alarimiz bor. Hali bunaqa accomplishmentlardan ko'plarini olish va sizni yaxshi natijalar olganingizda birga komanda bilan nishonlash nasib qilsin. Azizdan rahmat hammasi uchun kattakon, natija uchun, intervyu uchun va bergan ajoyib maslahatlaringiz uchun. Rahmat kattakon, taklif uchun yana bir